Ana shu paytdagi ilm ma'rifatlarni misoli tariqasida tarixchilarimiz, ulamolarimiz Ibn Sinoni o'qish tarixini keltirishadi. Ibn Sino butun dunyoga mashhur odam. Shu odam qanaqa qilib o'qigan? Buxoroda tug'ilgan, Buxoroda o'sgan, Buxoroda o'qigan, Buxoroda olim bo'lgan, Buxoroning odami bo'lib tanilgan. Ana bizning yurtimiz Ibn Sinoni davrida qanaqa ekan o'qish? Nima deydi ular? Aytadilarki, Ibn Sino 10 yoshgacha madrasada o'qidi. 10 yoshgacha. Ana o'sha 10 yoshgacha madrasada o'qib, Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. Va boshqa o'sha paytdagi madrasalarda qo'yilgan darslarni yaxshi o'zlashtirib, kitoblarini o'qib yod oldi. Demak, fiqhni o'rgangan, tafsirni o'rgangan, hadisni o'rgangan, hammasini o'rgangan. Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Shuning uchun hozir mana Toshkentdagi Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutida Ibn Sino rahmatullohi alayhni Qur'oni Karimni kichkina suralariga yozgan tafsirlari bor. Ixlos surasiga, Falaq surasiga, Nas surasiga, yana boshqa bir qancha suralarga yozgan tafsirlarini qo'lyozmasi hozirgacha turibdi. Buni o'sha demak Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutining katalogi bor, o'zlarida bor kitoblarning ro'yxatini chiqargan. Shunda ochsangiz u ko'pligidan bir pasda chiqadi. Ko'p haligi narsalar. Ana u demak yaxshi o'quvchi bo'lganligi uchun otasi Alloh rahmat qilsin, o'g'liga alohida o'qituvchi yollab olishga harakat qildi. Birinchi deydi qonunni o'rgandi. Undan keyin hisob ilmini o'rgandi. Hisob ilmini kimdan o'rgandi? Bir ko'mirfurushdan o'rgandi deydi. Qaraylar, o'sha vaqtida Buxoroni ko'mirfurushi Ibn Sinoga ustoz bo'ladigan odam ekan. Demak, tirikchiligini ko'mir sotib o'tkazadi, o'zi olim odam. Yuqori saviyadagi o'tkin zehnlik talabalarga alohida dars beradi. Hisobdan dars beradi. Ibn Sino hisob ilmini o'sha odamdan o'rgandi. Undan keyin otasi shu Buxoroga kelgan boshqa bir katta ustozni yonlab, meni o'g'limni yaxshilab o'qiting deb berdi. U odam falsafaga nihoyatda usta odam ekan. Ibn Sinoga falsafani o'rgatdi. Ibn Sino bir pasda falsafani ustozidan o'rganib, undan ham o'tib ketdi deydi. Yosh bola hali. Sekin-sekin mantiqni o'rgandi. Undan keyin yana boshqa ilmlarni o'rganishga boshladi deydi. Haligi ustozi safar qilib ketib qoluvdi. Iso ibn Yahya degan bir ustozni topib, otasi o'sha odamga berib, bolamni o'qiting deganida, Iso ibn Yahya u kishiga, ya'ni Ibn Sinoga tabiiy ilmlarni va tib ilmini o'qitdi deydi. Ana, tibdan Ibn Sinoni ustozi kim? Iso ibn Yahya. O'qib, Ibn Sino o'zi aytadi, tibni qiyin deyisharida, o'qisam osongina narsa ekan, bir pasda o'rganib oldim deydi. Ustozi o'rgatgan kitoblarni o'zi zehni o'tkir, o'qib bir pasda o'rganib oldim deydi. Jo'g'rofiya ustozi kelib dars berib turib, menga hojating yo'q ekan, o'zing kitoblaringni o'qib olaver, tushunmagan joyingni aytib beraman debdi. Ko'ryapsizmi? Hamma ilmni o'rganyapti. Qur'onni yodlab olgan. Shariat ilmlarini madrasada o'rganib olgan. Birovdan falsafa o'rganyapti, birovdan hisob o'rganyapti, birovdan mantiq o'rganyapti, birovdan tib o'rganyapti, birovdan tabiiy ilmlarni o'rganyapti. Ana o'shanaqa bo'lib, hammasidan ustoz bor. Hammasidan kitob bor. Hammasidan sharoit bor. U Ibn Sino osmondan bilib tushgan emas. Yoki uni ustozi bilib tushgan emas. Ilm rivojlangan, tarqalgan, hammada mana shu holat bor. Buxoro ajnaqa ilmiy markaz. Shuning uchun Buxoroi Sharif deydi. Shuning uchun qator madrasalar hozirgacha turibdi. Ana shunday bo'lib Ibn Sino buyuk alloma bo'lib yetishdi.
18 yoshida mana shu xotirga keldi. O'sha vaqtda o'sha ustozini tibi bilan bo'lgani darrov odamlarning og'ziga tushgan ekan, Buxoroning amiri kasal bo'lib qoldi. U tabib keldi, bu tabib keldi, hech bo'lmayapti. Shu bir bola yuribdi, shu ham bilarmish deganida chaqirib, meni davolagin dedi. Davolavdi, Alloh shifo berdi, yaxshi bo'lib qoldi. Shunda Buxoroning amirining qasri to'la kitob ekan, kutubxonalar bor ekan. Shu demak davolanganini xursandchiligiga shu kutubxonalardan xohlaganingcha o'qir dedi. Ibn Sino o'zi aytadi, men o'qib juda maza qildim. Bu kutubxonalarda hali odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan deydi. Qarang. Buxoroning amirining shaxsiy kutubxonasida odamlar nomini eshitmagan kitoblar bor ekan. Ana o'shunday qilib sekin-sekin ma'rifat tarqalib butun islom olamida ilm, xayr, baraka ko'payib bordi.